Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana bugun sizlarga safarimizdagi ko'pincha bizga aynan grammatikamizga e'tibor beriladigan part 5 ni bugun yanada chuqurroq, yaxshiroq tushuntirib beraman. Bu reading leveli doimgidek har yili examga tushadigan leveldaqa, lekin biroz soddaroq holatdagi matnni ko'rib beraman va bularni biz bir nima ko'rib chiqamiz. Endi bu yerda sizlar e'tibor berishlaring kerak bo'lgan narsa bor. Ya'niki, hop, bu yerda 30, 31, 32, 33 savollarimiz, ya'ni bularimiz 4 ta savolimiz aslida nimadan tashkil topgan bo'ladi? Albatta, complete the sentence below. Choose only one word deyapti. Faqat bitta so'zni ishlashingiz kerak bo'ladi bu yerda. Va 34 bilan 35imiz esa ikkita multiple choice'imiz bo'lar ekan. Xo'p, biz nima qilishimiz kerak? Avvalambor birinchi o'rinda yaxshilab har bir savolni, har bir joyini yaxshilab ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda bu nima bo'ladi? 30 dan 33 ga tushish pog'onasida har bir uchun tushib qolgan so'zni siz albatta matnning ichidan tepasidan pastga qarab tushishingiz zavobida bo'ladi. Balkim bitta paragrafda o'zida berib qolishi mumkin, lekin har xil joyda berib qo'ymaydi. Avvalambor biz 30-savolni yaxshilab analiz qilamiz. After the year 2015 the pre-sentence. Mana shunaqa joylarni biz nima qo'yib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, davom etamiz. Ya'niki bu yerda after the year percentage degan joyimizga e'tibor beradigan bo'lsak, percentage of AI in education setting has significantly. Ya'ni 2015-yildan keyin ta'lim muassasalarida AI ning mavjudligi sezilarli darajada nima bo'ldi? Percentage degani bu yerda mavjudligi degan ma'no beradi. Ya'ni 2015-yilda AI ning ta'lim muassasalarida nima bo'lishi, mavjudligi sezilarli darajada nima bo'lganligi. Endi bir prediction qilish mumkin, increase, improve yoki raise bo'lishi mumkin. Has bilan kelyapti. Tushunarli? Present perfect. Hop, ikkinchisi 31imiz. Bu yerda savolimiz a digital can assist learners who struggle with certain topics like mathematics deyapti. Ya'ni raqamli matematika kabi ma'lum bir mavzularda qiynaladigan o'quvchilarga yordam berish mumkin deyapti. Ya'ni misol uchun matematika kabi ma'lum mavzularda raqamli matematika kabi bir raqamli nimani hisobiga can assist yordam berish mumkin o'quvchilarga qiynalayotganligi, nima bilan qiynalayotganligi, matematika bilan. Ya'ni ba'zi bir topiklarda, ya'niki topics deganda science, subject ketilyapti-da, o'sha subject. Masalan, matematikada qanaqa model, qanaqa digital narsa yordam bera olishligini aytib ketyapti. Demak, bu yerga noun tushadi, chunki bor bizda. A digital degandagi albatta aytgan noun prediction bo'lyapti. Bu yerda esa albatta verb, chunki has bor. Has bormi? Demak, albatta verb kelish ehtimoli juda ham katta. Demak, 32imiz. Some people worry that children might lose to find solution without help deyapti. Ya'ni ba'zi odamlar bolalar yordamisiz deyapti. Ba'zi odamlar bolalar yordamisiz, ya'ni bolalar yordamisiz yechim topishni nimasini, misol yechim topishni nimani yo'qotib qo'yishdan xavotir olishyapti. Yechim topishida. Ya'ni ba'zi odamlar bolalar yordamisiz yechim topish nimasinidir yo'qotib qo'yishlikdan xavotirda ular. Tushunarli? Ular xavotir olishyapti nimani yo'qotib qo'yishligi. Tushunarli bo'lyapti. Lost to find solution without help. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, ba'zi o'sha odamlar bolalar yordamisiz yechim topish, ya'ni bolalar yordamisiz yechim topishni yechim topish nimasini. Endi ko'pincha o'quvchilar bu yerda adjective tushish ehtimoli ham katta. Chunki
verbdan oldin kelayotgan bo'lishi mumkin yoki noun ham kelib qolishi mumkin ehtimoliy. Yoki adjective yoki noun. In the future, the primary job of the teacher will be to serve as a for their people deyapti. Ya'niki kelajakda o'qituvchilarning asosiy vazifasi deyapti. The primary job of the teacher, asosiy vazifasi nima bo'lishi mumkin? Uchun, ya'ni kelajakda o'qituvchilarning asosiy vazifasi o'z o'quvchilari uchun nima bo'lib xizmat qilish bo'ladi. Will be to serve as a. Demak, batga ham katta ulkan ehtimollik bilan bizga noun keladi. In the future, the primary job of the teacher. Kelajakda o'quvchilar uchun nima sifatida vazifa, ya'ni xizmat qilishligi asosiy ish bo'lib qoladi. O'quvchilar ko'ryapsizlar, Demak, biz 30 dan 33 gacha nima? 30 da biz nimani ko'rdik? Yana bir qator eslab olaylik. 30-chimizda, ya'ni 2015-yilda demak ta'lim muassasalarida AI ning mavjudligi sezilarli darajada nima bo'ldi? Misol uchun rivojlangan bo'lishi mumkin. Biz AI ning rezultati deylik buni tezda 2015-yilda. Demak, 31-imizda esa nimani yordami? Misol uchun nimani yordami deb qo'ysak, matematikaga imkon beradi. 32-imizda bitta belgi chain qo'yib ketishimiz kerak bu yerda. O'shani to'g'richa bo'ladi. Misol uchun some people are worried that children might lose deyapti. Ba'zi odamlar bolalarning yordamisiz yechim topishda nima qilishadi? Misol uchun yechim topish nimasini yo'qotib qo'yishadi. Nimanidir yechim topishda nima yo'qoldi? Belgilar mana shunaqa holatda. In the future deyapti bu yerda. The primary job of the teacher. Kelajakda o'qituvchini o'quvchilar ustidan asosiy job ish bo'ldi shu. Demak, o'z so'rimizga yaxshilab e'tibor berib qo'yamiz. Chunki nimaga men 34 dan 35 dan ham qarab ketyapman. Birinchi ko'ryapman, hech qanaqa matnga hali e'tibor berganman. Hamma savolni birinchi o'rganib chiqyapman. Why is it unlikely that robots will replace teachers in the future deyapti. Tushunyapsizlarmi? Savolimiz aytayaptiki, why deyapti. Nima uchun kelajakda deyapti, robotlar o'qituvchilarning o'rnini egallashi bir ehtimoldan yiroq ekan. Unlikely deyapti. Ya'ni unlikely degani ehtimoldan yiroq. Nima uchun robotlar o'qituvchilarni kelajakda o'rnini egallab qo'yishi ehtimoldan yiroq deyishligini aytib qo'yapti. Endi bu narsani biz savolini o'qib olaylik, yaqini o'zimiz topib ketaveramiz. Endi 35-imizda aytayaptiki, what is the main message of the text regarding AI in education deyapti. Ya'niki bizda aytayaptiki, ta'limda AI haqida matnning asosiy xabari nima deyapti. Ta'limda deyapti, asosiy xabari nima deyapti AI bo'yicha. Tushunarli bo'ldi? Bu yerda bizda bo'ldi. Demak, savolimizni topib oldik. Endi tarjima qilib oldik. Endi biz bemalol matnimizga o'tsak ham bo'laveradi. The future of artificial intelligence in education deyapti. Birinchi o'rinda. Demak, ketdik. Birinchi o'rinda aytadigan bo'lsak, hop, view qilib ochiladigan bo'lsak, mana birinchi paragrafga e'tibor beramiz. Birinchi paragrafimizga buni qo'yamiz. After the year 2015 deyapti. Misol uchun, artificial intelligence is changing how we learn in schools and university today. Deyapti bu yerda. Aytayaptiki, sun'iy intellekt bugungi kunda maktab va universitetlarda bilim olish uslubimizni o'zgartirmoqda.
In the past, technology in classroom meant simple computers deyapti. Ya'ni misol uchun ilgari sinfxonalarimizda texnologiya oddiy bir kompyuterlarni anglatardi. However deyapti. Since 2015, the use of AI has increased significantly by, mana misol uchun aytayaptiki bu yerda, biroq 2015-yildan beri AI dan foydalanish sezilarli darajada oshdi deyapti. 2015-yildan beri AI dan foydalanish sezilarli darajada oshdi deyapti. E'tibor beringlar. Nima oshdi? Demak, increased bo'lyapti o'quvchilar. Bizdagi asosiy javobimiz increased. Ya'ni men sizlarga aytdim, taxmin qiladigan bo'lsak, increased bo'ldi. Chunki bizda bu yerda ehtimoliy has bormi? Demak, batga verb tushish ehtimoli katta. Tushunarlimi? Since nima? Batda since deganda after, the year, undan keyin. Mana afterga sinonim bo'lyapti since bu yerda. Tushunarlimi? Significantly o'zi tushunib turibdi. O'zi hamma ko'rib turibdi. Endi 31-savolimiz. A digital can assist learners who struggle with certain topics like mathematics deyapti. Tushunarlimi? Demak, birinchi paragrafimizda matematika bo'yicha gap ketmagan. Deyarli bu bo'yicha gapimiz ketmaganga o'xshayapti. Xo'p. Endi mathematic struggle degan so'zlarimizga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Okay. One of the major benefits of AI is personal learning. In shunaqa deyilyaptiki, ya'ni AI ning asosiy afzalliklaridan biri shaxsiylashtirilgan ta'limdir. In the traditional classroom, one teacher often looks after 30 students deyapti. Misol uchun, an'anaviy sinfda bir o'qituvchi ko'pincha 30 nafar o'quvchiga qaraydi. It is difficult for the teacher to help everyone all the same speed. Misol uchun, o'quvchi uchun hamma bir xil tezlikda yordam berish qiyin. AI software can create a specific path for each person deyapti. Ya'ni AI dastur har bir inson uchun maxsus yo'nalish yaratishi mumkin deyapti. For example, if a student is good at history but finds math difficult, the computer gives more practice in the subject deyapti. Masalan, agar talaba tarixdan yaxshi bo'lsa, lekin matematikadan qiynalsa, kompyuter ushbu fan bo'yicha ko'proq mashq beradi. Deyapti. This digital tutor works passionately and never gets tired deyapti. Lekin bu yerda bizning javobimiz chiqyapti, digital deyapti. Digital tutor. O'sha digital tutorimiz works passionately and never get tired deyapti-da. Bu yerda aytayaptiki, bizda aytayaptiki, bu raqamli repetitor beruvchi odam, ya'ni repetitor sabr bilan ishlaydi va hech qachon charchamaydi deyapti. Passionately and never gets tired. Works passionately degan sabrli bilan ishlaydi. Bizga demak tutor bo'lyapti bu yerda javobimiz. Tushunarlimi? Tutor bu yerda bizga 31 uchun savolimizga bo'shliqqa joy bo'ladi. Nimaga? Can assist learners who struggle. Chunki, for example, if a student is good at history but finds math difficult, the computer gives more practice in the subject. This digital tools deyapti. Nima deyapti? Sabrli va charchamasdan ishlaydi, yordam bera oladi deyapti. Demak, tutor bo'ldi. 32. Some people worry that children might lose deyapti. Savolimiz tushunarli bo'ldi. Savolimiz 32 da nima edi? Ya'ni ba'zi odamlar bolalar yordamisiz yechim topish nimasidir yo'qotib qo'yishidan xavotirda. Ba'zi odamlar, worry xavotirda va lose yo'qotib qo'yish kabi narsalarimiz biz ko'pincha keyingi paragraflarimizga qarashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda however there are serious concerns regarding privacy and ethics deyapti. Biroq mavhiylik va etika borasida jiddiy xavotir mavjud deyapti. Jiddiy xavotir. When students use AI platforms, the software collects personal data deyapti. Talabalar AI platformalaridan foydalanganida dastur shaxsiy ma'lumotlarni to'playdi. Many parents worry about who owns this information. Ya'ni aytayaptiki, bu yerda aytayaptiki, ko'pgina ota-onalar bu ma'lumotlarga kim egalik qilish haqida, misol uchun,
qayg'uradilar, worry about, juda ham qayg'urishadi. Nimani? Kim egalik qilishligi haqida qayg'urishadi. It is the school, is it the school deydi misol uchun. Aytaylik, bu maktabmi? Government or company, hukumatmi yoki kompaniyami? Ushbu misol uchun protecting this data is now a priority deyapti-da. Misol uchun ma'lumotlarni himoya qilish hozirda bir ustuvor vazifa deyapti. Furthermore, there is a fear that students might rely too much on technology deyapti. Bundan tashqari talabalar texnologiyadan haddan tashqari tayanib qolishi mumkin degan qo'rquv bor. There is a fear that students might rely too much on technology. If the machine provides every answer, students may lose the ability to solve problems independently deyapti. Qarang, agar mashina har bir javobni taqdim etsa, agarda o'sha AI students deyapti, misol uchun talaba mustaqil ravishda muammolarni hal qilish qobiliyatini yo'qotib qo'yadi deyapti. Odamlar o'ylash bo'yicha. Demak, bu o'sha qobiliyatini yo'qotib qo'yadi o'quvchilar. Qobiliyati. Tushunarlimi? Bizda demak ability bo'ldi. Ana. Bu yerda tutor bo'lgan. Shunaqa belgilab ketmasak topish qiyin bo'ladi. Bu yerda increased bo'ldi. Endi o'quvchilar bir savol bor. Sizlar hozir aynan mana shu joyda ko'rib ketasizlar. 34 da ham bilib ketaylik. 34 aytayaptiki, why is it unlikely that robots will replace the teachers in the future? Nima uchun kelajakda o'sha misol uchun robotlar o'qituvchilarni egallashi amr va hol, ya'ni ehtimoldan yiroq degan narsaga javobimiz. Misol uchun robots are too expensive for most modern schools. Matn misol uchun robotlar narxi haqida umuman bir narsani ko'rmadim. Aytaylikda be machines lack the capacity for human emotions deyapti. Bu yerda. Ko'ryapsizlarmi? Machines cannot understand human emotions. Mashinalar inson hissiyotlarini tushuna olmaydi. Lack the capacity for human emotions. Inson hissiyoti uchun qobiliyat yetishmaydi. Misol uchun bizda o'sha qobiliyat yetishmasligi, qobiliyatini yo'qotib qo'yapmiz, shu ehtimoli katta. Better, misol uchun aytayaptiki, teacher have better technical skills than AI deyapti. Misol uchun bu borada bunaqa narsalar bo'lmasa kerak. Ko'rilmayapti. Ehtimoli katta B. Chunki bizda nimaga B oldim? Sababi hozir bu yerda aytayaptiki, 3-paragrafimizda if a machine provides every answer, agar o'sha mashina ko'proq nimani ta'minlab bersa, studentlar deyapti, o'zining qobiliyatini, o'zi muammolarni hal qilish qobiliyatini yo'qotib qo'yadi. Lekin o'qituvchilar bilan ishlashda bunaqa qobiliyat doim rivojlanib boradi. Shuning hisobiga bizda B bo'lyapti. B. Javobimiz B. Tushunarli bo'ldi? Xo'p, endi bizda nechta savol qoldi? 33 bilan 35 qoldi, xolos. Chunki bu part eng katta ballni beradigan part hisoblanadi. In the future, the primary job of the teacher will be to serve as a deyapti. Misol uchun kelajakda o'qituvchilarning asosiy vazifasi o'z o'quvchilar uchun nima bo'lib xizmat qilishligi. Endi bizda future degan mana looking toward the future deyapti. Qarang, looking toward the future. Misol uchun kelajakka nazar tashlaydigan bo'lsak, some people believe that robots might replace human teachers entirely deyapti. Ba'zi odamlar inson o'qituvchilarni butunlay almashtirish mumkin deb hisoblayapti. This seems unlikely because machine cannot understand human emotions. Qarang, o'zi mashina chiqyapti-ku. Javobimiz 34-misi. Aytayaptiki, bu yerda aytayapti, javobimiz tayon o'sha 34-savolimiz chiqyapti-da. Bu ehtimol bo'lib ko'rinyapti, chunki mashinalar inson hissiyotlarini tushuna olmaydi. Deyapti. Or teach social skills deyapti. Misol uchun yoki ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgata olmaydi deyapti. By the year 2030, the role of the teacher will probably change deyapti. 2030-yilga kelib o'qituvchilarning roli ehtimol o'zgaradi. Instead of being a lecturer who just gives information, the teacher will become a guide deyapti. Shunchaki ma'lumot beruvchi, ma'ruzachi bo'lish o'rniga deyapti. Instead of being a lecturer who just give information, the teacher will become a guide.
Umid bo'ladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Mana shu bizda aniq javobimiz bo'lyapti. Ya'ni yo'l boshchi bo'lar ekan. Ha? Shunchaga ma'lumot beruvchi, ma'ruzatchi bo'lish o'rniga o'qituvchi yo'l boshchi bo'ladi. Aynan o'sha o'quvchilarga yo'l boshchi bo'lishligi bu yerda yo'l boshchi sifatida ishlashligini asosiy bir javobi bo'lib kelmoqda. Okey. Yaxshi. Endi 35-imiz. 35-imizda nima deyilyapti? What is the main message of the text regarding AI in education deyapti. Endi umumiy xulosa olsak, oladigan bo'lsak, ta'limda AI haqida matnning asosiy xabari g'oyasi nima deyapti? Misol uchun, Ada, technology should be the only way to teach in the future deyapti. Qarang. Only degan joy biz aniq dalilimizda ko'rsatib qo'yadi-da, bu yerda only deyapti. Only deganda o'ta keskin so'z, extreme word bo'lyapti. Matnda misol uchun biz insonning ahamiyati ham muhimligini aytib ketganmiz. Mana misol uchun 2030-yilda o'sha o'qituvchilar yo'l boshchi bo'lib keladi dedik-ku, bu mutlaq to'g'ri kelmaydi. Buni misol uchun olmaymiz. Endi B'da qaraydigan bo'lsak, school should stop using AI to protect student privacy deyapti. B'da. Misol uchun bizning matnimizda umuman o'quvchilarni AIdan voz kechmaslikni aytganda, balki misol uchun ehtiyotkorlikka e'tibor bering deyapti. Ular qayg'urishadi, lekin ular o'sha ehtiyotkorlikka e'tibor bering degan ma'lumotlarni ham berib ketganda, in conclusion, AI is not a replacement for a traditional education but a powerful tool deyapti. It offers many opportunities deyapti-da. Qarang, u ko'proq imkoniyatlarni yaratib beradi deyapti. Lekin B'imizga ham to'g'ri kelmayapti-da bu narsa. Chunki B'imizni pon olib tashlash kerak, to'xtatish kerak deyapti. C'imiz. AI is a useful tool that requires careful management deyapti. Qarang, C'da. Ya'ni C'imizda aytayaptiki, tool that require careful management deyapti bu yerda. Is not a replacement but a powerful tool. Ya'ni jumlasi 100% ishlaydi. Ya'ni AI deyapti, bu foydali jihoz, qurilma. U deyapti juda ham kuchli bir e'tiborni talab qilib qo'yadi xolos. O'zingni ehtiyot qilib, misol uchun mayda deyapti, AI is not a replacement deyapti. O'zi mayda conclusion aytib ketyapti, lekin mana shu conclusion, mana shu matnimizni umumiy xulosasini chiqarib beradi. Chunki bu readingimiz juda ham bir B1 levelda bo'lgani uchun buni topishimiz, bunga javob qilishimiz juda ham oson bo'ladi. Shuni hisobga olgan holatda buni biz 100% BC oldik. Shunaqa. Demak, bizda bitta narsaga e'tibor bergan o'quvchilar shu narsani yozib ketadi. Bu narsani doim o'rganib ketishlarining kerak bo'ladi. Masalan, aytaylik, what can you do? What should you do in this part 5? What should you do deyapmiz. Misol uchun nima qilishlaring kerak shu part 5 biz. Birinchi o'rinda. Misol uchun ikkala misol uchun savol turini yaxshilab tushunib olish kerak. Sababi misol uchun vaqtdan yaxshi foydalanish uchun. Keyin savolga javob doim ketma-ket qo'yilgan bo'ladi. Shuni ham inobatga olgan bo'lishlaring kerak. Hop, va hokazo. Xullas o'quvchilar, part 5imiz shu bo'lyapti. 4,5 ball beradi har bir partga. Shuni ham e'tiborga olishlaring kerak bo'ladi.
Hammalaringga rahmat. Mana shu portfoyimizni shunaqa tartibda yuqori ball olishlaringni sizlardan istab qolaman.